Juda ko'pchiligiga 10 ball qo'yishdi, juda ko'pchilikni maqtashdi. Juda ham qiziq bo'ldi o'zimga ham kim yutarkin, kim eng yaxshi ijro deb baholanarkin deb o'yladim. Lekin juda ham xursand bo'lib ketdim o'zim. Feruza Jumanyoz meni o'xshatgan qiz deyishsa, juda ham xursand bo'lib ketdim to'g'risi. Hayajonlandim. Ichimda yutaman ham deb o'yladim. O'zi hamma zo'r chiqdi. Shunga hayron qoldim. Kim yutarkin dedim. Shularning ichida meni munosib ko'rishibdi. Rahmat, kuzatishda davom etinglar.